Şu odam. Shu yerga qo'yib. Mana bu yerga qo'yar aylar. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz ko'radigan muxlislar. Mana bugun dushanba kuni yana bir g'arib oilaga keldik. Shu nochor, yo'qsizlikda qiynalayotgan oilalarga shu yordamlarni olib keldik. Inshaalloh mana olib borib beramiz. Aziz do'stlar, videoni ko'rishdan oldin kanalimizga like bosib obuna bo'lishingizni so'rab qo'yamiz. Mana Ramazon oyi ham oxirlab kelyapti. Inshaalloh mana yordamlarning davomi bor yana. Aziz do'stlar, o'sha oila keldi mana. Mana shu odam. Mana shu yerga qo'yib. Mana bu yerga qo'yar aylar. Qo'y shu yerga qo'yib, ana shu yerga qatar et. Juda ham bir nochor oila ekan. Mana Ramazon oyining 22-kuni. Aziz do'stlar, like bosib qo'llab-quvvatlab turing. Mana shunaqa Rossiyadan akalarimiz yordamlarni yuborgan. Alloh rozi bo'lsin bulardan, shu g'arib oilalar uchun. Mana o'sha yordamlarni shu g'arib oilalarga berishni davom etamiz. Mana yana yordamlar davomi bor inshaalloh. Like bosib qo'llab-quvvatlab turing. Mana aziz do'stlar, o'sha oila akamiz juda bir nochor holatda ekan, g'arib, shu ro'zg'ori qiyin o'tayotgan ekan. Mana shularga yordamlarni olib keldik. Assalomu alaykum. Dayamiz, baxayr borsizmi? Adingiz nima? Hazratqul. Hazrat aka, mana shu yordamlarni Rossiyadan akalarimiz jo'natgan, xorijdan. Shu g'arib oilalarga olib borib bering. Mana Ramazon oyida qiynalayotgan oilalar bor. Yordamlarni olib keldik. Nima mushkulingiz bor? Nima qiyinchiligingiz bor? Mushkulim ishlarni almashgan. İşim yo'q. Oo. Boshqa nima qiyinchiligingiz bor guzaraningizda? Qiyinchiligim mana shunday ishlarni narsalar kerakdi. Shaqama bazar bo'lmag'i tete. Bundan deyapti deb. İşlerim yo'q. İşlerimni hech yerdan. Masalan, qancha siz qancha nafar siz nanxo'r qancha? 6 nafar. Bir oilada 6 nafar, ha? 6 nafar. 6 farzandingiz bor, ha? 6. Aynan, 6 farzandi bor ekan o'zi. Juda ham qiyin holatda kun ko'rar ekan. Ish yo'q, nochor oila. Hazrat, mana shu iyvaran ko'mang haqini shu Rossiyada akamizga bir duo bersangiz. Mana shu ko'maklari yotlab yubortir o'zi xorijda musofir holatda. Shular haqini bir duo etsangiz. O'g'o. Iloyim javob berasin. Amin. Qabul edib oldingizmi? Ha, qabul etdim. O'g'o. Allah razı olsun, mana shunday g'arib oilalarni yo'qlab xorijdan turib iyvaralik uchun Rossiyadagi akamizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Davlatlari bundan ham ziyod bo'lsin. Inshaalloh mana biri ming bo'lib o'zlariga qaytsin. Ishlarga rivoj tilaymiz, omad ishlarga. Mana shu g'arib oilalarni yo'qlab yuborganligi uchun Alloh rozi bo'lsin.